Toshkentdan posilka keldi. Internet magazindan. 13 ta mahsulot 249 ming so'm, 35 ming so'm dostavkasi. To'rtta tualetni voda saqlab oladigan koshilyok, remen pressovanniy koja ekan. Ochki. Bu ochki narxi optimga 30 ming so'm bo'lsa kerak. David Beckhamniki deydi. Uzun kichkinaligidan, даже kichkina barmog'imga ham sig'maydi. Mana mushukcham bor. Mushukchamga taqaman hozir. Ma, Barbie, senga bu uzuk. Xo'sh, soat O'zbekiston logotipi qo'yilgan, Xitoyda ishlab chiqarilgan. Bunisi Rolex deyiladi, hech qanaqa Rolex emas. Oddiy bir Xitoyda chiqarilgan kiloga sotiladi bu. Siganlarning qo'lida. Kim endi nima desam, obzorga bergan pulimga roziman. Bironta narsa beri masalan butun umr ishlaydigan narsa yo'q, hammasi fake, arzon iPodlar, shu fake iPodlardan. Endi bir kun ishlaydi, ikki kun ishlaydimi? Xulosa o'zlaringizdan. Kimga agar 300 ming so'm lishni pul bo'lsa, olishlaringiz mumkin. Atak tavsiya qilmayman. Uni to'g'ri yo'lga ishlatib, bola chaqalaringizga bir non 3 kilo go'sht olganlaringiz yaxshi.